men kelinimni hech ham odam qila olmayapman deyaptilar-da. U odam o'zi aslida desam aytyaptilar. Mana shu joyda men bir xil qaynanalarga aytaman, niyat xato qilasizlar. Sovchilikka boryapsizlarmi? Borayotgan paytda mayli o'zim odam qilib olaman demang. Bo'ldi, uni tarbiyalab umringiz o'tib ketadi. Meni kelinim befarosat. Umuman bir xil narsalarga e'tibor bermaydi, tirnog'ini ham olmaydi. Yuvinib chiqing desam yuvinib chiqadi. Meni o'g'lim shu ayol bilan yashaydimi deyaptilar. Iltimos deyaptilar. Nech pul desangiz beraman. Mana shu kelinimga ozgina ozodalik haqida, gigiyena haqida tarbiyalang. Meni o'g'lim kirib yotmayman deyapti. Mana shu topgan ayolingiz, topgan xotiningiz mana shuni deyapti deb qaynonamiz keldilar. Aziz onalar, qiz tarbiyalayapmiz, biz ibratmiz. Qizlarimiz uchun biz modelmiz. Gapirishda, nutqda, eshitishda, hayoda, iboda onani roli katta. Agar sizda o'zingizda yo'qmi, davay o'qiting. Siz brend kiyim olib berasizmi? Xitoy mebelini qilib berasizmi? Eng zo'rini qilib bering. Agar qizda farosat bo'lmasa, u oilani tortib keta olmaydi.